Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Toshkentning Yangi Hayot tumanida joylashgan zamonaviy va shinam xonadon bilan tanishamiz. Bu uy Toshkent mahallasi Baynal-Minal hududida qulay joyda joylashgan. 1-2 sotuli yer maydonida qurilgan orientir 12-avtosaroy. Mahalla osoyishta, atrof toza, transport va infratuzilma yaqin. Uy 2 qavatli, yevro va high-tech remontlari kombinatsiya qilingan. Ichki dizayn zamonaviy va yorug'. Har bir xona keng, shinam, yashash uchun to'liq tayyor. Umumiy maydoni 1-2 sotuv, yashash maydoni 116 kvadrat metr. Xonalar soni 5 ta, yotoqxonalar soni 4 ta va 2 ta sanuzildan iborat. Xonadonimizda svet, gaz, suv, internet hammasi mavjud. Hujjatlar to'liq va rasmiylashtirishga tayyor. Xaridordan faqat qaror talab qilinadi. Obyektimiz yangi, odam yashamagan. Har bir xonalarimizda sirkulyatsiya, ya'ni oynalar mavjud. Isitish tizimlariga ega. Siz sarmoya qidiryapsizmi yoki darhol ko'chib kiradigan uy izlayapsizmi? Unda bu imkoniyat sizni kutmoqda. Qo'ng'iroq qiling va kelib ko'ring.